joyiga keyingi ish joyimizga keldik. Mana 50 santimetrlik qalinlikdan betondan kiroshka qilingan. Chiroyli qilib dimoxodga ochilyapti. Ichkari pol taglarini ochib chiqdik. Bu yerda video qilinmadi. Hozir tashqaridan aylantirib kesib chiqamiz. Teshik. Mana hozir birinchi tashqaridagi teshigimizni chiqaryapmiz. Chiqishi ham qiyin bo'lyapti. Chiroyli qilib toshlari kesib holatga keltirdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Telefon raqamlarimiz 90 232 22 04. Beton kesish, buzish xizmatlarimiz bor. Vodiy bo'ylab